Oyim bizga tinmay takrorlaydigan, lekin baribir unutib qo'yadigan odatlarimiz. Ayollar bilan salomlashganingda qattiq bag'ringga bos va sekin silab qo'y, yuzaki so'rashma deydilar. Har kuni orqamizdan oshxona lattasini hidlab ko'radilar. Bizga ham tinmay idish yuvishdan keyin yuvib qo'yishni unutma deydilar. Ba'zan unutamiz. Yana oyim tez aytadigan o'gitlari. Uyga kirganingda bismillah deb kir. Baraka ham shundan kiradi. Hech kimni tashqi ko'rinishi bilan baholama. Alloh insonning qalbiga qaraydi. Yaxshilik qilganingni hammaga aytma. Uni faqat Alloh bilsa ham kifoya. Birovning aybini qidirsang, o'zingning aybini unutib qo'yasan. Duo qilishni faqat qiynalganingda emas, baxtli paytingda ham odat qil. Uyni har doim mehmon kutayotganda saqla. Tilingdan chiqqan har bir so'zni farishtalar yozayotganini unutma. Hech kim seni ko'rmayapti deb o'ylama. Alloh har doim ko'rib turadi. Birovning g'iybatini eshitsang, quloqingni emas, tilingni tiy. Stolni artganingda burchaklarni ham art. Suvni keragidan ortiq oqizma. Isrofni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Qiz bolaning ovozi ham tarbiyasini bildirib turadi. Baqirib gapirish chiroy emas deb ko'p aytadilar, lekin baribir baqirib gapirib olaman-da. Eng amal qilishim qiyin bo'lgan odatam aslida shu. Bularni hammasiga amal qila olmasligimiz, lekin Allohdan ota-onam aytgan o'gitlarga amal qilishga yordam berishini, ba'zan yuvilmagan idishlar qolishi, gilamda ushoqlar bo'lishi, kerakli joyda keraksiz gaplar gapirilishi mumkin. Ularning mehnatini zoya qilma va ular rozi bo'ladigan farzandli bo'lishimizga yordam ber.